Demak, biz shalvaridan boshlaymiz. Shalvarni birinchi bo'lib qiladigan ishimiz oyoqlarini ulab olamiz, overlock qilamiz, tepa og'ini ulaymiz. Buni ham overlock qilamiz. Oyog'ini tagiga manjet tikamiz. Ana undan keyin rezinkasini tikamiz. Shu bilan taxminan 5 daqiqada ishimiz hal bo'ladi. Ketdik. Demak, mana bunaqa manjetlarini oyog'iga tikib olamiz. Mana bittaga chokini shalvari chokiga moslashtirib turib joylaymiz. Tikamiz. Overlock qilamiz, dazmol qilamiz. Mana tayyor holat. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu rezinka tikish. Ya'ni tepa chokini esingizda bo'lsa bichayotganimizda biz rezinka haqqi bilan bichgan edik. O'sha tepasini overlock qilib olamiz va mana qoq o'rtasidan bir xil anaqa burma berish uchun biz rezinkamizni tayyorlab olamiz. Mana shu 0,1 millimetr ko'rinmas. Mana mashitdan bundoq qilib tikib ketamiz. Rezinkani cho'zib mana hozir biz tikib oldik. Mana navaram esa polni rost mana tepasida o'tiribdi shu o'zini kiyimini tikish uchun. Xo'p, endi qaranglar. Chiska qilib olamiz. Va xuddi shu tikkan joyimizdan bundoq qilib qayirib, tortib overlockni ustidan chok beramiz. Voila. Mana shalvari tayyor. Ana endi ustidagi olimpikasiga o'tamiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi, qizlarjonlar? Birinchi qiladigan ishimiz oldini, orqasini birlashtirib olamiz. Overlock qilamiz. Tak, tek qismiga, ya'ni manjetiga bunisini ulaymiz, zamogini ulaymiz. So'ng oxirgi qiladigan ishimiz bu yengi bilan kapeshoni bo'ladi. Ketdik. Ay, seni takashim. Canım mana. Hop, mana hamma yog'ini ulab bo'ldik. Ana endi detallaringlar bo'lsa, detallaringlarni qo'yib ketasizlar. Demak, men iloji boricha zamokdan buyoqroq, overlockdan buyoqroqga qo'ydim cho'ntakni, sababi qalin. Aynan anaqani zamok tikayotganingizda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham ozgina bu yoqqa surdim. Bu endi o'zingizlarning xohishinglar. Обязательно yoki bulavkalab olasizlar, yoki bo'lmasam qo'l chok qilgan holatida cho'ntaklarni qotirib olamiz. Birinchi bo'lib mana manbatini qotirib olamiz, ikkinchi mana manbatini qotirib olamiz. Bo'ldi. Undan keyin qiladigan ishimiz tagiga manjet tikamiz va zamok tikamiz. Ketdik. Endi zamok tikishimiz kerak. O'zingizga rosa katta zamokka kichkinaga tikamiz hozir. Xo'p, demak, qizlarjonlar, qaranglar. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz oldin tikib olamiz. Tikkanimizdan keyin har bitta chokka belgilab chiqamiz ruchkada. Har bitta chokka mana bu joylarini belgilab, keyingi tarafini ham xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Mana shu anaqasigacha, girlavinasigacha tikib olib, qolganini olib tashlaymiz. Tak, hammasini da taqib ko'rganimiz joyida bo'lgandan keyin lapkani almashtirib 0,1 chokda, mana o'zi anaqasi ko'rinib turibdi zamokda ham. Qatdan tikilinishi kerakligini qizlar ishoninglar, mana qilib qo'yganda o'zi tayyor qilib, ana o'sha joydan 0,1 chokkinini berib, nima qilar ekanmiz? Qotirib qo'yamiz. Endi bolajonlarda ko'p zamok buzilishi bor, ustidan chok bersanglar nur ustiga alonir.
Mana zamokni tikib bo'ldik. Ana endi mana chokini ko'ryapsizlar. Mana men bitta. Demak, belgilab olasizlar choklarni. Mana men bu anaqasi. Mana. Demak, mana shu yerda turishi kerak. Keyingi cho'nchagimiz. Mana bo'yinglarimiz. Xuddi shunaqa qilib belgilab olganimizdan keyin mana joylab chiqamiz. Iloji bo'lsa, bulavkalab o'ringlar. Iloji bo'lsa, bulavkalab o'ringlar. Chunki qiynalmaysizlar-da shunda. Mana. Demak, mana choklari ko'rasizlar, chokida turibdi. Endi bemalol lapkamizni almashtirib, Italiya lapka qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bittali lapkada buni bundoqroq qilib tikamiz va albatta ustidan chok beramiz, chunki bu bolajonlarniki. Bemalol endi buni ochib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni biz o'zi tekshirib oldik. Bemalol ochib olsa ham bo'ladi. Mana endi buni ustidan chok berishdan oldin yaxshilab dazmol qilib kelamiz, keyin 0.5 chok berib olamiz. Qo'lini mana ulab bo'ldik. Men sizga urg'u bermadim, chunki shimini tikkanda ko'rdinglar. Ana endi kapishoniga keldik. Kapishonni ham ulab olgan holatimizda o'rtasiga bulavka qilamiz va tikib kelamiz. Mana bu ortiqchasi bor-ku, shu ortiqchasini bundoq qilib kirgizib olamiz. Bu nimaga? Bu mana bunaqa bo'lib qayiltirilganda qolgan joyini mana shunaqa qilib choklab ketasizlar-da. Zamogi ham yopiladi shunda, chiroyli bo'lib yopiladi. Men bitini endi bu qalin, o'zidan masalan hech qanaqa обработка qila olmaymiz. Deylik, mana men bu anaqalar qolgan bo'lsa, asta tikaylar, chiroyli qilib обработка qilsanglar bo'ladi. Demak, boshladik. Mana mashinani qayiltirib olsanglar ham bo'ladi yoki oxirigacha tikib kelib, keyin yana qayiltirsanglar ham bo'ladi. Bu endi o'zingizlarning xohishinglar. Men bir to'la qayiltirib ketaman. Zamokka tishiga kelayotganda ehtiyot bo'lib yuramiz. Nina sinmasligi uchun. Mana adarganinglarda chiroyli bo'lib, akkuratniy bo'lib ko'rasizlarmi? Anaqa bo'ladi, bu yog'ini mana bunaqa qilib choklab ketiriladi. Qiladigan ishimiz nima qoldi? Men bitini xohlasanglar overlock qilib qo'yinglar, xohlasanglar chiroyli обработка men ko'rsatganim, oldingi o'zimni tikkan anaqamda, olimpikamda ko'rsatgan обработкani qilsanglar ham bo'ladi, overlock qilib bersanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishinglar. Hozir navaramga tayyorini kiydirib rasmga olaman. Rahmat bujon. Rahmat. Bujon. Rahmat. Yo'q, bujon, rahmat. Rahmat.